allaqachon yoz va o'ylab ko'raylik. Siz ishga kirmoqchisiz. Buning uchun siz kafenegaga bordingiz. Sizni o'qitdingiz yo'q. Shuning uchun ayyor nachalnik sizga birinchi 2 hafta tekin ishla, keyin esa dogovor qilamiz dedi. Siz rostdan 14 kun ishladingiz, ko'p qildingiz va yillarni artdingiz. Va sizga yaxshigina o'qitib paydo bo'ldi. Siz nachalnikning oldiga borasiz. Lekin nachalnik esa sizga dogovor uje kerak emas va shundan men senga to'layman dedi. Siz ishlashni davom etasiz va nihoyat oyliklar kuni. Lekin nachalnik ham bu kun haqida biladi. Shuning uchun u shunchaki kafenegaga kelmay qo'ydi. Bir kunni u qayergadir ketish kerak, bir kun esa срочный va kontraktlar. Shunda yana bir oy o'tadi va uje maktabga ketish kerak. Siz esa butun yoz ishlagansiz, qo'shimchasiga pul ham yo'q. Va nihoyat nachalnik paydo bo'ladi. Va siz uje pulingizni kutyapsiz, lekin u sizga dogovor yo'q bo'lsa, pul ham yo'q bo'ladi dedi. Lekin u turida dogovorda 67 statyasi borligini bilmagan ekan va bu statyada dogovor ish boshlaganda paydo bo'ladi deb yozilgan. Siz uchun eng muhimi ishlaganingizni tasdiqlovchi do'nani topishdir. Buning uchun постоянный klientlar yoki undan ham yaxshi boshqa ishchilarning imzosi kerak bo'ladi va bu dokumentlar bilan bemalol prokuraturaga boring. Bu holatda prokuror dokumentlarni ish inspeksiyasiga beradi. Ular esa uje statistikani to'g'rilashlari kerak. Shuning uchun ular o'ynab o'tirmaydi.